يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Xo'p, biz Ramazondan oldin yana bir aqida mavzusiga taalluqli bir kitobni dars qilib boshlagan edik. Bu darsimizni yana davom etkazamiz. Al-aqidatu fillah, Allohga bo'lgan e'tiqod, Alloh haqidagi musulmon odamning e'tiqodi qanday bo'lishi kerak? Mana shunga ishora qilib gaplashib o'tib ketamiz inshaalloh. Ya'ni bu mavzuyimizda faqat Allohga taalluqli bo'lgan mavzularni inshaalloh gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak bugungi sanamiz 2025-yil aprel oyining 6-yakshanba kuni. Biz o'zi asli sizlar bilan kirishib gaplashayotgan mavzuyimiz mana aqida mavzusida o'tgan safar shunday bir mavzuga kirishdik. Masalan, shu oldingi darsimizda Ramazondan oldin qarang. Salaf ulamolari gunoh kabirani qilgan odamga qanday munosabatda bo'ladi? Masalan, bir odam zino qilib qo'ysa yoki shunga o'xshagan masalan katta-katta gunohlarni qilsa, ya'ni shirk emas. Ya'ni bu yerda sehr emas, sehr bular kufr. Ya'ni o'g'irlik qildi, yolg'on gapirdi, gunoh qildi, tuhmat qildi, bo'xton qildi, bular gunoh kabira. Birovni o'ldirib qo'ysa gunoh kabira bular. Mana shu odamga qanday munosabatda bo'ladi? Kofir deb yuboradimi deyilsa, yo'q, kofir demaydi. Balki Xavorijlar kofir deb yuboradi, lekin ahli sunna ulamolari kofir demaydi. Xavorijlar ular nimaga kofir deb yuboradi? Chunki ularning o'zining qoidasi xato qoidaning ustiga qurilganda, ana shu xato qoidasi nima deb aytiladigan bo'lsa, qarang, ularda xato qoidasi shunaqa qilib tushunganki, Xavorijlar ular bir odam kofir bo'ladi, gunoh kabirani qiladigan odam, sababi gunoh kabirani mo'min odam qilmaydi, illo qiladigan bo'lsa ham uni halol sanab qiladi. Shuning uchun kofir deymiz deydi-da. Bu ularning asllari bo'lib qolganda, bu ularning asllari bo'lib qolgan. Biz xullas o'tgan safar sizlar bilan mana shu mavzularni gaplashdik ya'ni. Demak, Xavorijlar gunoh kabira bilan kofir deydigan Xavorijlar, keyin ana shu gunoh kabira bilan takfir qilishlikka Xavorijlarning dalillari, shu narsaga ishora qilibmizda. Keyin mana yetib kelgan yerimiz hozir ar-raddu ala man istadallal xavariju bihi. Xavorijlar dalil qilib keltirgan narsasiga raddiya berishlik. Mana shu joyga yetib keldik. Qarang, mana shu joydan aytib ketaveramiz endi. Hadihi al-hujaj allati ihtaju biha ala takfiri murtakibi dunub wal ma'asi. Mana shu joydan o'qib ketamizda mana. Ya'ni o'tgan safar shu yuqorilarni hammasini o'qib bo'lgan bo'ldik ya'ni. Qarang, demak bu yerda mana yuqorida Xavorijlar keltirgan dalillar, bular ba'zi bir hujjatlar, dalillarki, uni Xavorij bo'lgan odamlar gunoh va ma'siyatlarni qilgan odamni kofir deyishga qarshi hujjat qilib keltirgan. Biz endi mana bu hujjatlardagi xato o'rinlarni bayon qilamiz. Ya'ni dalillarni to'g'ri tushunmaydigan bo'lsa inson birovlarni bemalol takfir qilib qo'yadi. Bemalol takfir qilaveradi. Shu dalillarni tushunishlik bu juda ham muhim bir ahamiyatga ega. Birinchi navbatda mana bu Xavorijlarni mana amallar iymonda atamasiga kiradi degan dalillari. Biz ularga bu narsani inkor qilmaymiz. To'g'ri, iymon atamaga kiradi. Bir odam agar amal qilmasa kofir bo'ladi. Lekin bu odamlarning xatosi nimada deb aytiladigan bo'lsa, shu amalni iymonda shart deb turib aytib olganligi. Sahihi bu shart emas, ya'ni amal iymonda shart emas. Unaqa deb aytilmaydi ya'ni. Lekin iymonga kiradi deb aytiladi. Ya'ni odam bir yo'la amal qilmay qo'ysa kofir bo'ladi. Bu odamlarda shunaqa narsa borki, ya'ni bir yo'la amal qilmasa emas, ba'zi amallar tark qilsa ham kofir bo'ladi degan narsa borda bularda. Bu yerda tushunish joyida xato bor, nozik nuqtalari bor mana. Sahihi deyapti mana. Va sahih annahu laysat kadalik, bunaqa emas. Fazawaluha yunafi kamalil iman al-wajib. Demak, amallarda yo'q bo'lishi iymonda vojib bo'lgan kamolatiga zid. Ya'ni bu degani amallar yo'q bo'ladigan bo'lsa, masalan, biron bir amal yo'q bo'lsa, hamma amal emas, biron bir amal yo'q bo'ladigan bo'lsa, iymondan bir bo'lak ketadi va noqis bo'lib qoladi. Buni misoli bir insonga o'xshaydiki, masalan, insonni qo'li kesiladi yoki oyog'i yoki bo'lsa ko'zlari o'yib olinadi, masalan, yoki qulog'i kesilib qo'yiladi. Noqis inson bo'lib qoladimi? Iymonning masalasi ham shunga o'xshaydi. Ya'ni inson bir amalni tark qilsa, iymonini bir burchaga olib qo'yilganga o'xshaydi ya'ni. Va yabqa ma'zalik, shu bilan birgalikda masalan hozir insonning qo'l oyog'i kesilib qo'ysa, ya'ni inson bo'lib turaveradi, unda hayot bor bo'lib turgan inson bo'laveradi. Agar inson o'rtasidan kesilsa yoki boshidan kesilsa yoki bo'lmasa u insonning qalbi sug'urib olinsa, inson nima bo'ladi? Xuddi undan iymon ketgandek bir quruq jussa bo'lib qoladi. Ya'ni insondan iymon ketsa,
xuddi shunday bo'lib qoladi-da. Endi qo'l, oyoq, ko'zda ketishi, ya'ni vojib bo'lgan ba'zi amallarni ketishiga o'xshaydi yoki bo'lmasa harom bo'lgan ba'zi ishlarni qilganiga o'xshaydi. Ammo boshni ketishi yoki qalbni joyidan ketib qolishi bo'lsa, bu aqidani tamomiy ketganiga o'xshaydi. Inson bu holatda kofir bo'ladi. Ular mana shu masalada tushunishda xato qilganda, ana shu qanaqa qilib tushundi ular? Ya'ni qarang, amal iymonda shart desa, bu yerda shunaqa narsa bo'lib qoladiki, biron bir amalni tashlasa ham inson kofir bo'ladi degandek narsa bo'lib qoladi. Nozik nuqtasi shu. Hali biz aqida tohviyalarda boshqa bir kitoblarni sharhlaganimizda u yerda yana ham kengroq mavzularda yoritilgan. Hali o'zimiz ham gaplashamiz. Bu iymon masalasi o'zi chuqur masala. Alohida masala, chuqur bir ahamiyatga ega. Ahamiyatga ega bo'lganligi uchun iymon haqida yozilgan kitoblar bir qancha talaygina. Masalan, mana Bayhaqiyda Shu'abul iymon kitoblari bor. Ibn Taymiy rahimahullohning iymon kitoblari bor. Undan tashqari muasir shayxlar bo'lsin, oldingi ulamolar bo'lsin, qancha-qancha mana shu iymon haqida yozgan kitoblari bor. Mana shu iymonni tushunishda xatoga yo'l qo'yganligi insonni e'tiqodini buzuq qilib qo'yadi-da. Xo'p, qarang, ikkinchi navbatda. Ammo endi bu xavorijlar dalil qilib keltirgan fisq, ya'ni fosiqlik, zulm, bu kufr deb turib dalil qilib keltirishi bu xato tushuncha. Chunki fosiqlikning ma'nosi Alloh taolaning toatidan chiqish degani. Alloh taolaning toatidan chiqishlik doimo bir xil holatda bo'lavermaydi. Gohida kofir bo'lgan holatda bo'lib qoladi, kufr chiqishi bo'ladi, gohida kufr bo'lmagan chiqish bo'ladi. Ya'ni fosiqlik. Mana farishtalarni inkor qilgan odam qanaqa bo'ladi desa, Alloh taolaning toatidan kufr holatda chiqqan bo'ladi bu. Aroq ichadigan odam bo'lsa, Alloh taolaning toatidan chiqqan bo'ladi, lekin ma'siyat bo'lib qoladi bu. Kufr bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda biz hozir aqida masalasini o'tyapmiz. Bo'ldi, endi gunoh ekanda endi deb turib ichaverish kerak emas bu narsani. Bu yer endi xato tushunchada bu. Ba'zi odamlarga qo'yib bersangiz, shunaqa bo'lib qoladi-da. Demak, zulm ham xuddi shunaqa. Zulm ham o'zi mustaqil bir-biridan farq qiladi, o'ynab turadi, ya'ni. Tushunadi-ya, zulm ham mana har xil deyapti, mana o'zida, ya'ni farq qiladi, o'ynab turadi. Gohida zulm o'ta yetuk, qattiq bo'ladi, kufr darajasi yetgan bo'ladi. Gohida bundan adina degani pastroq bo'ladi, ya'ni. Bu darajada bo'lmaydi, ya'ni. Ya'ni bu degani zulm ham gohida kufr bo'ladi, gohida katta kufr, gohida kichkina kufr bo'lib qoladi. Va yana mumkin biz mana shu narsani bir katta bir doirani rasm qilsak-da, katta bir doirani o'rtasida kichkina bir doirani qilib turib tasavvur qilishimiz ham mumkin. Tushunadi-ya? Mana shuni hozir kitobimizda o'zi shunaqa rasm sifatida berib qo'ygan. Hozir biz mana bu joyini o'qib tushunib olsak, shu narsani hayolimizga keltirib tushunib olaveramiz. Ya'ni mumkin bo'ladi biz bu narsani hozir yuqoridagi gapini tasavvur qilsak bo'ladiki, masalan katta bir doirani katta bir doira chizamiz. Ana shu doiraning o'rtasida kichkina bir doirani chizamiz. Ya'ni katta doiraning ichidagi kichkina doira bo'lib qoladi. Endi katta doira bo'lsa, bu zulm va fisqni namoyon qilib beradi. Kichkina nima bo'ladigan bo'lsa, kichkinali doira bu kufrning misoli bo'ladi. Ya'ni kufr zulmga va fisqqa kirib ketadi. Tushunali-ya? Chunki zulm bilan fisq kufrdan ham umumiyroq. Ya'ni mana qanaqa narsada har bir kofir zolim va fosiq bo'lishi mumkin. Har bir kofir odam zolim, fosiq bo'ladi. Lekin har bitta zolim, har bitta fosiq kofir bo'lavermaydi. Teskarisi bo'laveradi. Tushundingizmi? Har bitta kofir u zolim, fosiq deyoramiz, lekin har bitta zulm, har bitta fisq bu narsani kufr deyilavermaydi. Zero deyapti mana, ba'zi zulm, ba'zi fisq u kufr emas. Masalan mana bitta doirani chizgan, katta doirani, shu katta doiraning ichida ribo bor, yetimni molini yeyish, yolg'on gapirish. Mana bu narsalar katta doira. Bu narsaga ko'p odamlar tushib qolaveradi. Yolg'on gapiradi, g'iybat qiladi, tuhmat qiladi, bo'xton qiladi, ya'ni birovlarni uradi va hokazo. O'tgan ketganni gapiraveradi. Mana shunga o'xshagan narsalar. Lekin mana shu katta doiraning ichida kichkina doira qilib qo'ygan, mana kichkina doira bu kufr bu. Bu kufrki Allohni inkor qilish, farishtalarni yolg'on deyish, kitoblarni, payg'ambarlarni, oxirat kuniga ishonmaslik, Allohdan boshqasi ibodat qilish, masalan Isoga duo qilsa, bular kufr deyiladi. Bu endi xosroq doira. Demak, kufr bilan ya'ni o'rtasini ajratib olish kerak. Har bitta masalan gunoh kabirani qilgan odam u nima deb deyilmaydi, ya'ni kofir bo'ldi deb turib aytilmaydi gap xulosasi. Xo'p, demak tushundik. Va mimma yadullu yana dalil bo'lgan narsalardanki fisq, ya'ni mana shu fosiqlik
gohida kufr bo'lmaydi, ya'ni fosiq bo'lish. Gohida kufr bo'lmaydi. Ya'ni mana shu narsaga dalil bo'ladigan biron bir hadis bormi desa, ha bor. Demak, fisq gohida kufr emas ekaniga dalil bo'ladigan narsalardan Rasululloh so'zi. Rasululloh aytadi: "Sibabul muslim fusuqun" degan. Musulmonni haqorat qilib so'kishlik u fosiqlik. Uni o'ldirish bo'lsa kufrdir deb turib aytganda. Qarang, uni o'ldirish kufr. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkalasining o'rtasini ajratdi. Ya'ni musulmonni so'kishlik bilan uni qital degani bu yerda urushish. Ya'ni hozir musulmonni so'kishlik fosiqlik, u bilan urushish bo'lsa, u kufr deb aytayapti-ku, ikkalasining o'rtasini ajratyapti mana. Vaholanki so'ksa ham fosiqlik, o'zi o'ldirsa ham fosiqlik bo'ladi. Fosiqlik bo'ladi. Lekin halol sanab o'ldirsa shunda kofir bo'lib qoladi. Bu yerda shunaqa narsa borki, qital kufr degani, qital ya'ni o'ldirish kufr degani bu yana ham yomonroq bo'lgan narsa degandek ma'novat bor-da. Yana ham yomonroq deganida. Tushundingiz-a? Endi mana Rasululloh ikkalasining o'rtasini ajratdi. Va in kana al-muradu bil kufr, agar kufrdan maqsad, mana bu hadisda kelgan kufrdan maqsad, bu millatdan chiqarmaydigan kufr bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni millatdan chiqarmaydigan, ya'ni dindan chiqarmaydigan kufr bo'lsa ham Rasululloh mana bu hadisda ajratib qo'ydi. Ya'ni nimani ajratyapti bu yerda? E'tibor bersak, fosiqlik va kufrda ajratyapti. Lekin ba'zi ana shu fosiqlikda ham hammasi bir xil emasda. Masalan, gunoh kabiralar ham ba'zi gunoh kabira ba'zisidan ko'ra yomon. Masalan, aytaylik, mana zino qilish gunoh kabirami? Gunoh kabira. Bir odam bir ayol bilan zino qilsa, u ayolki masalan eri yo'q bo'lsa, bu gunoh kabira bo'ladi. Lekin eri bor bilan zino qilsa, undan battar bo'ladi. Qarang, qo'shnisini ayol bilan zino qilsa, undan battar gunoh bo'ladi. Lekin hammasi zino o'zi. Ya'ni mana shu gunoh kabiralar ham bir-birining ichida katta bo'lib ketaveradi. Hatto o'zini mahrami bilan zino qilsa, onasi bilan, singlisi bilan, opasi bilan, mana bu holatda gunoh yana ham katta bo'lib ketadi. Mana bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, nimani o'rganyapmiz biz? Ya'ni gunoh kabira insonni kofir qilib qo'ymaydi. Endi hozir yana takror aytyapmiz. Endi kofir qilmas ekanda deb turib, gunohlarni qilib tashlayverish kerak emas. Odamlarda shu umid baxshida bo'lib qoladi-da, go'yoki haligi Ibn Qoyim rahimahulloh aytadi-da, qarang. Odamlarimizda mana hammamizda bor bo'lgan xatoda bu narsa. Ha endi Alloh kechiradi deb turib ko'p gunoh qilib qo'yamiz. Ha Alloh kechiradi deb turib qilib qo'yilaveradi. Mana bu bizdagi eng katta ishkallardan bittasi. Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha la yaghfiru yushraka bihi. Alloh o'ziga shirk qilinishini kechirmaydi dedi. Ya'ni bu kufr. Kufrni kechirmaydi. Illo tavba bilan kechiradi. Tavba qilasiz, mana shunda tamom qaytdim deysiz, shunda kechiradi. Lekin davomini qarangda. Va yaghfiru liman, ya'ni innalloha la yaghfiru yushraka bihi va yaghfiru liman yasha. Ya'ni bundan boshqasini xohlagan kishi uchun kechiradi. Ya'ni mana bu joyda bundan boshqasini degani ma duna zalik deb kelyapti-ku mana oyatda. Ya'ni bundan pasi deb aytilgan. Xohlagani uchun deb aytilganda, mana shu joyda ulamolar diqqat qaratib aytadiki, demak xohlaganiga u kechiradi. Masalan, Alloh kechiradi deb turib sigaret chekorsiz, Alloh kechiradi deb nos chekorsiz, Alloh kechiradi deb namoz o'qimasdan yurorsiz. Ha Alloh kechiradi, Alloh mehribon rahimli zot desiz, mana bu siz shaytonni o'z-o'zidan vasvasasiga tushib qolgan odam bo'lasiz. Shaytonni nayrangiga tushib qolgan odam bo'lasiz. Shayton to'riga ilinib qolgan odam bo'lasiz. Shayton mana shu yo'ldan keladi odamlarga. Ha mana Alloh taolo mehribon rahimli zot-ku. Kechiradi inshaalloh. Bir tavba qilamiz, Alloh gunohlarimizni kechirib yuboradi deydi. Lekin oyatga e'tibor bersak, innalloha la yaghfiru yushrak bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha deyapti. Ya'ni o'zi shirk qilinishni kechirmaydi, lekin pastdagi gunohlarni xohlaganiga kechiradi deyapti. Xohlagani bor bu yerda. Qarang, yasha degan so'z bor. Yasha degan xohlagani, hammaga ham emas. Xohlasa kechiradi, xohlamasa kechirmaydi. Shuning uchun ham bu yerda ko'pchilikda xatosi mana shu bo'lib qoladi-da. Xatosi shunday bo'lib qoladiki, ya'ni nima xato? Ha endi Alloh taolo kechiradi deb turib gunoh qilaverish. Alloh kechiradi deb ayollar bilan gaplashaveradi, qizlar bilan gaplashib yuraveradi. Ha Alloh kechiradi deb turib ashi namozini o'qimasdan yuraveradi. Mana bu insondagi ishkallikda. Tushunali-ya? Bu yerda hozir biz aytayotgan narsamiz, bu yerda bu narsaga ham tanbeh berib aytib qo'yapmiz. O'zi aslida sizlar bilan gaplashayotgan mavzu bu e'tiqod masalasi. Ya'ni xavorijlarga raddiya holatda aytilayotgan narsa edi. Xavorijlar ular salpal gunohga ila odamlarni, ya'ni salpal emas o'zi gunoh, katta gunoh. Ana shu narsa bilan kofir deb olganda ular dalilda xato tushungan. Shuning uchun ham dalilda xato tushunishlik insonni ahli bidat qilib qo'yadi. Masalan, xavorijlarda ahli bidat qilgan narsa nima edi? Shu xato tushunganligi edi.
Qanaqa qilib xato tushundi ular? Xato tushungani, masalan, bir odam gunoh kabirani qilsa, masalan, zino qilsa. Zinoni endi u odam shu xohlab halol sanaganligi uchun qiladi-da, bo'lmasa qilmaydi. Halol sanab qilsa kofir bo'ladi deydi. Ana shuning uchun bularning shubhasi mana shu joyda-da. Gunoh kabira bilan o'zi bular ham o'zi asli kofir demardi, lekin bularning qoidasi o'zi ishkal. Mana shunaqa qilib qoida qurib olganda o'zlariga. Shuning uchun bularning holati ishkal bo'lib ketdi. Lekin hozirgi zamonamizdagi xavorijlarni qaraydigan bo'lsangiz, masalan, hozirgi zamonamizdagi xavorijlar bitta gapdan ushab oladi. Masalan, bor-ku, mana ba'zi odamlarni ko'rsangiz, mana o'tgan safargi darsimizda ham aytib berdik. Ba'zi odamlar bor, Abduvali qorakani nimasini tashayapti menga. Siz mana shunga nima deysiz? Men bir qizga sovchi qo'ydim, u mana shu narsani menga tashab yuboribdi deydi. Ya'ni nima deysiz Abduvali qorakaga deganda, ya'ni kofir deysizmi yo'qmi? Kallang joyidami deysizda haligiga. Abduvali qorakaga masalan osilib olganini qarang. Ha desa, Qur'onni yaratdi deb aytib yorgan ekan. Ha, Qur'onni yaratdi deb aytib yorgan bo'lsa, e'tiqodi shundaymidi, yo'qmidi? E'tiqodi unday emas. Yaratdi deb aytib yorgani, masalan, biz o'zbek tilida nima nazar tutiladi? Bir narsani ijod qilsa, paydo qilsa, ana shuni yaratdi deb aytib yorsa, muammosi yo'q-ku o'zbek tilida. Bu arab lug'atidan farqi bor-ku. To'g'ri, tarjima qilganda yaratdi yoki barpo qildi deb, masalan, tarjima qilsa ham, ijod qildi desa ham shu-ku. Ya'ni mana bu joyda bu odamlar shu dinni yaxshi tushunmaganligi uchun bu zamonamizning xavorijlari mana shunaqa. Fitna qo'zib yuraveradi. Qarasiz, masalan, katta-katta ustozlarni masalan kofirga chiqarayotgan, hozirgi zamonda ham shunaqa. Masalan, Ibn Taymiy rahimahulloh gapiradi, Shayx Husaymin Ibn Bozlarni gapiradi. Qani, shu holatda. Bular bitta, masalan, shu xavorijlar. Endi yana bitta, masalan, bidat ahli bor, ular Abu Hanifa rahimahulloh qoralab chiqadi. Ha desa, qoralaveradi. Ha, endi anaqa. Yo'q, sen qara, masalan, to'g'ri, bu kitoblarda bor narsa bor. Lekin sen bu olib chiqayotgan narsang fitnaga sabab bo'lyaptimi, yo'qmi? Ularga bir gap tushuntirib bo'lmaydi. Ya'ni hozir gapirishimiz ham o'zi foydasi yo'q. Lekin bu yerda aytmoqchi bo'lganimiz gapning xulosasi shu bo'lyaptiki, dinni to'g'ri tushunishlik kerak-da. Shu to'g'ri tushunmaslik insonni har xil holatga olib kelib qo'yadi, ya'ni. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Mana shu ishkalda tushunali-ya. Xullas, hozir bu mavzuyimiz yana davom etadi. Amman nusus allati ihtaju biha deb mana shu joydan yana kelasi safar o'qib ketsak bo'lar ekan. Ya'ni ular hujjat qilgan dalillar va ana shu hujjat qilib turib iymon gunoh kabiralar bilan yo'q bo'lib qoladi deb turib aytgan so'zlari bor. Ya'ni mana shu narsalarni kelasi darsimizda o'qiymiz. Endi mana shu joyda o'zi to'xtasak bo'lar ekan. Vallohu a'lam.